Assalamu alaikum, hurmatli Noqat Qog'oz kanal qatorchilari. Bugungi kunga 2 mart 2023-yil biz tushdan keyingi kurslarni sizlarga tanishtiramiz. Tushlikda ma'lumotlar to'g'risida bekchimiz. Kanalga like bosib komment yozib qo'ysangiz kattalanlar. Ancha ko'rishamiz. Bugun rubllar qanday qoldi ekan, shu yerda ma'lumot olamiz. Hurmatli qo'shnilar, 87.8 dollar, 90 euro, rubl bo'lsa 1100 1000 rublning 1156 so'm pul bo'layotgan. Qarangizlar. Rubl tushib ketdi, hurmatli qo'shnilar. Boshqa bankka ketganlar. Hurmatli qo'shnilar, Aziya Banka kelgan, Aziya Bankda 87.8 dollar, 90 euro, 1 so'm 15,5 tiyinga mo'ljallasi rubl. Qarangizlar, hurmatli qo'shnilar. Aziya Bankda shunday ekan. Hurmatli qo'shnilar, Do'stkredit Bankka kelgan, Do'stkredit Bankda 87.8 dollar, 90 euro, 1 so'm 16 rubl ekan, hurmatli qo'shnilar. Qarangizlar. Bu yerda rubl sal qimmatroq ekan. Motoruna kırsam banka gel kırsam olsa kırsam bankta 87 dolar 93 so'm 30 euro 1 so'm 15,5 tiyinga rubl motoruna qanday motoruna valyutalar shunday ekan qanday 1 so'm 15 tiyin rubl ekan qozoq tengasi 0,13 tiyin O'zbekiston 0,75 tiyin ekan dollar 87 so'm 30 tiyin ekan qanday ko'ringizlar to'g'onlar bu yerda shunday ekan qanday 87 so'm 30 tiyin dollar 1 so'm 15 rubl qozoq tengasi O'zbekiston 0,75 tiyin qanday hurmatli qo'shnilar hozir biz Ekoslom banka kelgan Ekoslom banka 87 so'm 30 tiyin dollar 90 so'm 30 euro 1 so'm 15 rubl ekan hurmatli qo'shnilar qarangizlar. Hurmatli qo'shnilar, shunday Noqat Qog'oz kanal sizlarni qo'shishadi. Tamom o'zatdan cho'g'lar. Ertangi juma kungi kurslarni ko'rish uchun omon bo'linglar. Noqat Qog'oz kanalida men sizlarga xizmat qilamiz. Like, post, kommentar yozib qo'ying hurmatli qo'shnilar. Assalomu alaykum demoqchisiz.